Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. Qo'shimcha, Yangi tilning prinsiplari. Yangi til Okeaniyaning hukumat tili edi. U insokning, ya'ni ingliz sotsializmi, ideologiyalik ehtiyojini chiqish qilib vujudga keltirilgan edi. 1984 yilmi yangi tilni mayli yeziq yoki nutqda o'zining birdan-bir aloqa vositasi qilib qo'llanganlar texi yo'q deyarlik edi. Times gazetidagi bosh maqolalar shuningda yoziladi. Ammo buni faqat maxsus mutaxassislar yoza oladi. Yangi til taxminan 2020-yillarda koni til, ya'ni o'lchamlik ingliz tilidan eshib tushidi deb mo'ljallanayotdi. Şunun bilan bir vaqtda u o'zining muqim eshish sur'atini saqlab kelmoqda edi. Partiya a'zolari o'zining kundalik nutq, gap so'zlarida yangi tilning so'zlik va grammatikalik qurilmalarini bag'asiri ko'p qo'llanayotdi. 1984 yili qo'llanayotgan va yangi til lug'atining 9 va 10 nashrlarida gavdalangan. Yangi til faqatla bir vaqtliq nusxa bo'lib, uningda yana nurg'un vaqti o'tgan so'zlar va kona leksikalik omillar mavjud bo'lib, bularning hammasi keyingi nashrlarda qoldiriladi. Biz tuvanda yangi til lug'atining 11-nashrida ifodalanganidek, uning eng oxirgi mukammal nusxasi to'g'riliq muhokama yurgizamiz. Yangi tilning oxirgi maqsadi insokning muxlislariga ularning o'z dunyo qarashini ifodalashiga va zehni odatiga bob keladigan bir aloqa vositasi ta'minlab berishli bo'lmasdan, eng muhimi boshqa barliq tafakkur formalarini qo'llanilmas qilib etishdir. Maqsad shuki, yangi til keng doirada qo'llanilgandan keyin koni tilni unutish va insokning prinsipiga xilof yot ideyalarni til imkoniyati nuqtasidan yoki bu tildagi so'z jumlalarga tayindigan bo'lg'ashqa o'ylanmas qilib etishdir. Uning so'zliklarining mushundaq yosilishidagi maqsadmi partiya a'zolari ifodalamoqchi bo'lgan har qanday ma'noni intoyin dal, nozik ifodalab, ikkinchi bir yapta, ko'chma, majoziy ma'nolarning ifodalanib qilish imkoniyatini yo'q qilishdir. Bunun az bir qismi yangi tilni yasash, ijod qilish bilan ishga oshsa, ko'p qismi nomuvofiq deb qaralgan so'zlarni yo'q qilish va qolgan so'zlarning nomuvofiq ma'nolarini va keng jihatdan aytganda barliq ikkilamchi ma'nolarini qisqartib etish bilan ishga oshadi. Masalan, free, erkin, xoli degan so'z yangi tilda mavjud. Ammo u faqat mundaq ma'nolarni ifodalash uchun ishlatiladi. This dog is free from lice. Bu it parazitdan xoli yoki bu itning badanda parazit qurt yo'q. This file is free from weeds. Bu itiz o't cho'pdan xoli. Demak, bu yerda free degan so'z koni tildagidek, ya'ni siyosiy erkinlik, fikriy erkinlik degan ma'nolarda ifodalanmaydi. İşletilmeydi. Çünkü hazır erkinlik hukum süpütüdümü mevcut emas. Çünkü hazır erkinlik hukum süpütüdümü mevcut emas. Şuna bununla isim koyuşunun haceti yok dep qarladı. Ma'nisi oçuq, aksiyatçıl sözlerini yoqtışdan başqa, sözlüklerini azaytışının özümü ahirki nişandır. Qaldırıp etişke buludğanlık sözler aman qanmaydı. Yangi til tafakkur doirasini kengaytish uchun emas, dal aksicha yo'q qilish, toraytish uchun loyihalangan. So'zliklarni qisqartish, ma'nosini qoldirish, toraytish qatorliqlar mazkur maqsadga yetadigan usullardir. Yangi til ingliz tili asosiga qurilgan. Shundaq turug'liq yangi tilning nurg'un jumlalarini garchi yangidan yasalgan so'zliklarni o'z ichiga olmasimi, hozirgi ingliz tilida so'zlaydiganlar asosan tushunolmaydi. Yangi tildagi so'zliklar ABClardan iborat 3 qatlamga bo'lingan. Har bir qatlam haqida ayrim to'xtalish, texmi tushunishligirak bo'ladi. Ammo grammatikalik olayliklarni faqat A qatlamida so'zlab o'tamiz. Chunki bu alayliklar boshqa qatlamlarga o'rtaq. A, ya'ni qatlam so'zliklari.
Bu qatlamdagi so'zlar kundalik turmushga aloqador yeyish, ichish, xizmat qilish, kiyim kiyish, yo'l menish, chimlarni qirqish, tomoq etish, velosiped minish qatorliq o'rinlarda ishlatiladi. Bu asosan degudek o'rmoq, yugurash, it, daraxt, shakar, uy, etiz degandek so'zlardan tarkib topgan. Ammo hozirgi ingliz tili so'zliklariga selishtirganda bu so'zlarning soni zo'r darajada ozlagan va ma'nolari tarayib, turaqlashib ketgan. Barliq majoziy, ko'chma, yapta ma'nolari bu so'zliklardan so'yib tashlangan. Mundaqcha aytganda, bu qatlamdagi so'zlar faqat birla ochiq ma'no ifodalaydigan yakka tovushdanla iborat. Bu qatlamdagi so'zlarni yeziqchilikda yoki falsafaviy, siyosiy mulohizlarda qo'llanish mumkin emas. Bular faqat konkret shay'i, ish-harakat va noit oddiy ma'nolarni ifodalaydi. Yangi til grammatikasining gavdalik ikki aloyidligi bor. Biri jumlaning o'xshamagan bo'laklarini butunlay almashtirg'ili bo'ladi. Ya'ni tildagi har qanday so'zni, ya'ni bu hatto agar, qachon degandek so'zlarga mos kelaveradi. Fe'l, ism, sifat, hatto ravish qilib ishlatilayotganli bo'ladi. Fe'l bilan ism o'xshash yiltizli bo'lsa, ularning shakli o'xshash bo'ladi. Boshqacha varianti bo'lmaydi. Mushu qoidaning o'zla tilning nurg'un qadimiy xususiyatlarini yo'qotadi. Masalan, ideya degan so'z yangi tilda yo'q. Uning o'rniga o'ylash degan so'z dastilgan. Bu ham fe'l, ham ism qilib qo'llaniladi. Buningda hech qanday bir etmologiyalik prinsip asos qilinmaydi. Ba'zi ahvollarda aslidagi ism shaklini saqlab qolinadi. Ba'zi ahvollarda bo'lsa, fe'l shakli saqlab qolinadi. Agar ma'nosi yaqin keladigan ism yoki fe'llar etmologiyalik bog'lanishga ega bo'lmasa, u holda ikkisining biri qoldiriladi. Masalan, kesish deydigan bir so'zning mavjud bo'lishining hojati yo'q. Chunki ham ism, ham fe'l bo'lgan pichoq degan so'z u ma'noni yetarlik ifodalab beralaydi. Sifatlik full degandek tirkalmalarni qo'shish bilan yosladi. Ravishlar bo'lsa, ismlarning oxiriga wise ni qo'shish bilan yosladi. Masalan, speedful suratlik tez, rapid degan ma'noni bildirdi. Speedwise bo'lsa tezlikda quickly degan ma'noni ifodalaydi. Biz hozir ishlatayotgan ba'zi sifatlar, masalan, yaxshi, kuchli, qora, yumshoq deganlar saqlab qolingan. Ammo bu so'zlarning soni intayin oz, ham bu so'zlarga asosan degudak ehtiyoj yo'q. Chunki degudak barliq sifat ma'nosidagi so'zlarni ismning oxirisiga fullni qo'shish bilan yosig'il bo'ladi. Oxirisiga wise ulangan intayin oz sondagi so'zlardan boshqa hozir mavjud bo'lgan ravishlarning hech qaysisi saqlab qolinmaydi. Barliq ravishlarning oxirisiga wise ulanadi. Masalan, well degan so'zning o'rnini good wise dastiladi. Well degan so'zning o'rniga good wise dastiladi. Uningdan boshqa har qanday so'zga bu qoidami tildagi barliq so'zlarga o'rtaq. So'z yasag'uchi oldi qo'shimcha onni qo'shish bilan bo'lishsiz so'z yasladi. Yoki texmi kuchaytirish zarur bo'lsa, plus yoki double plus qo'shiladi. Masalan, uncold sovuq emas, warm illiq degan ma'noni bildiradi. Agar plus cold yoki double plus cold deb kelsa, u bak sovuq va intayin sovuq degan ma'noni bildiradi. Hozirgi ingliz tiliga o'xshash har qanday bir so'zning ma'nosini post, up, down, on degan qo'shimchalarni qo'shish orqali o'zgartirib bo'ladi. Bu usullar orqali so'zlik ombirini zo'r darajada ozaytqili bo'ladi. Masalan, good, yaxshi degan so'z bo'lg'achqa bad, yomon degan so'zga ehtiyoj qolmaydi. Chunki good yaxshi emas, u ma'noni texim yaxshi ifodalab beralaydi. Qarama-qarshi ma'nolik so'zlarni ishlatganda qaysi ma'nosini ta'kidlashni tanlashga to'g'ri keladi. Masalan, dark, qorong'u degan so'zning o'rniga unlight, yo'riq emasni yoki light, yo'riqning o'rniga undark, qorong'u emas deganni dastlab kelib bo'ladi. Yangi til grammatikasining
İkinci gavdalik alayidligi bo'lsa, uning qoidachanligidir. Tövəndə tilgə ilindigan bir qancha ayrimlikdan boshqa barliq leksikalik o'zgarishlar o'rtaq bir qoidaga bo'ysunadi. Ya'ni barliq fe'llarning o'tgan zamon shakli va o'tgan zamon artikli so'zlarning oxiriga idni qo'shiblar yasladi. Masalan, still ning o'tgan zamon artikli still it. Think ning bo'lsa think it bo'ladi. Spoke, broad spoke, gave, swam, taken. Mushningga o'xshash so'zlar yo'qotadi. Barliq ko'pliklar faqat ni qo'shiblar yasladi. Life, ox, man qatorliqlarning ko'pligi lives, ox, mans bo'ladi. Sifatlarning darajalari faqat ist ni qo'shish bilan yasladi. Goodest, gooder, good. Boshqa barliq qoidaga tushmaydigan daraja shakllari yo'q qilinadi. Qoidasiz holda tuzilmaydigan, o'zgarmaydigan so'z turkumlari almashlar, bog'liquvchilar, ko'rsatish sifatlari va yordamchi fe'l qatorliqlardir. Bularning hammasi o'zining asli shaklini va ishiltishini saqlab qolgan. Hum orqali so'z qatorida betaraf qilib etildi. Uningdan boshqa shall, should qatorliq so'zlarning zamon ma'nosi chiqarib etildi va will, would ularning o'rniga dastildi. Yana so'zlarning yoslashida nutqning o'ng'ay, tez bo'lish ehtiyoji sababidan kelib chiqqan ba'zi bir qoidaga uyg'un bo'lmagan ahvollar bor. Talaffuz qilish yoki anglab farqlantirish qiyinroq so'zlar bo'lsa, dal mushuni bahona qiliblar salbiy so'zlar deb qaralgan. Shundaqdimi ba'zi yiqishliq anglashni nazarda tutib, so'zliklar va ba'zi kona so'z yasash qurilmalariga kirib qolgan ortiqcha harflar saqlab qilingan. Ammo bu ehtiyoj beqatlamadagi so'zlarda bakrak gavdalik. Talaffuzni qulaylashtirishga nima uchun buncha ahamiyat berilganligi bu maqolaning oxirida ochiq bayon qilinadi. Beqatlam so'zliklari. Bu qatlam siyosiy maqsad uchun yasab chiqilgan so'zlardan tarkib topadi. Ya'ni bu so'zliklarning hammasida bir siyosiy ishora bo'lishdan boshqa, mushu so'zlarni qo'llanadigan odamlarda talabga loyiq bir ideaviy pozitsiyani paydo qilish maqsad qilinadi. Insokning prinsiplarini to'liq tushunmay turib, bu so'zliklarni to'g'ri ishiltish qiyin. Ba'zi hollarda bular koni til, hatto qatlamdagi so'zlar bilan tarjima qilinadi. Ko'pincha hollarda bu turdagi so'zlarning ma'nosini xeyli uzun jumlalar bilan sharhlashga to'g'ri keladi va bundaqda so'zliklardagi yapta ma'no yo'qolib ketib qoladi. Bu qatlamdagi so'zliklar ig'izcha qisqartirilmalar bo'lib, odatda bir keng ma'noni ifodalaydigan ideyalarni bir qancha bo'g'imlar markazlashtirib yosladi. Shuning uchun bizga yana ma'nosi texnik to'g'ri va kuchli ifodalanadi. Bu qatlamdagi so'zlarning hammasi tugidek birikma so'zdir. Bu so'zlar odatda 2 yoki 2 dan ortiq so'zlikdan yoki so'z bilaklaridan talaffuzga qulaylashtirilib yosladi. Bundaq usulda yasalgan yasalma so'zlarning hammasi tugidek ismdosh bo'lib, odatdagi turlanish qoidasiga rioya qiladi. Bir misol olsak, good think odatda orthodox degan ma'noni bildirdi. Navada birov uni fe'l ma'nosida qo'llansa, ortodoksal tarzda o'ylanish degan ma'noni uqtirdi. Bu so'zning turlanishi tövəndikçe. İsmdash bo'lganda good think, o'tgan zamon shakli va o'tgan zamon artikli good thinked. Hozirgi zamon va hozirgi zamon artikli good thinking. Sifat shakli good thinkful. Ravish shakli good think wise. Harakat nom bo'lsa good thinker bo'ladi. Bu so'zliklar hargizmi entomologiyalik asos ustiga qurilmaydi. Bu so'zlarni tashkil qiladigan tarkiblar ma'lum bir nutuq, gap so'zning xohlagan bir bo'ligi bo'lib kelalaydi. Jumlada xohlagan tartibda kelalaydi. Shundaqla talaffuzga qulay shaklda o'zgartiriladi. Shuning bilan bir vaqtda yana so'zlarning kelish manbasini ko'rsatib beralaydi. Masalan, crime think, thought crime,
Jinoyatni o'ylash, ideya jinoyati degan so'zda think so'zning keyinda kelgan. Thinkful, ya'ni thought police degan so'zda bo'lsa beshida kelgan. Ikkinchi so'z police o'zining bir bo'g'imini yo'qotgan. Mazkur qatlamdagi so'zlarda yiqishliq anglatish ehtiyoji sababdan shakli qoidaga tushmaydigan so'zliklar A turidagi so'zlarga qaraganda ko'proq. Masalan, minilu, mini-pax, mini-chu qatorliq so'zlar ayrim holda mini-peaceful, mini-chooseful, mini-lowly qatorliq so'zlarning sifat shaklidir. Buning sababi dal lawful, paxful, chewful qatorliqlarni talaffuz qilishdagi kichkina qulaysizlikdir. Prinsip jihatdan B qatlamidagi barliq so'zliklarning hammasi turlanadi. Ya'ni kelib o'xshash usulda turlanadi. Bu turkumdagi so'zlarning ma'nosi yuqori yuksak inchiklashtirilgan bo'lib, bu tilni butun egallamagan odam obdan tushunolmaydi. Masalan, Times gazetidagi bosh maqolaning nomi All Thinkers Unbelievable Insok ni olayli. Agar buni konu tilda eng qisqa yo'sinda sharhlasak, mundaq bo'ladi. İnqilabdan burun ideyasi yetilib bo'lganlar ingliz sotsializmining prinsiplarini o'z tuyg'usiga aylantirib tushunolmaydi. Shundaqdimi, bu tarjimani yanada mukammal degani bo'lmaydi. Yuqorida naql qilingan jumlani obdan tushunish uchun cho'qim ingliz sotsializmi Insokning nimadan derak berganligini to'liq tushunish kerak. Uningdan boshqa Insokni haqiqiy tushungan, shu muhitga ravurus cho'kalgan kishilar belli fe'lni tushunalaydi. Bu so'z bo'lsa, tasavvurga sig'dirug'li bo'lmaydigan qarg'ulacha, o'tdak qizg'inlik bilan qabul qilish degan ma'noni bildiradi. All think konu ideya, kon tafakkur bo'lsa, razillik, tushkunlik ma'nolari bilan zich bog'lanib ketgan. All think qa o'xshash ba'zi yangi til so'zliklarining alohida funksiyasi ma'no ifodalash emas, balki ma'nolarni yo'qotishdir. Bu so'zlar odatda bundaq so'zlarning soni oz bo'lishi kerak bo'ladi. Ning ma'nosi kengayib, tarkibiga nurg'un so'zliklarni oladi. Hamda bu so'zlar birikib, ma'nosi to'limi kengari bir yakka atalg'uga aylanadi. Shuning bilan birga buning ichidagi yakka so'zlarning ma'nosi yo'q qilinadi va unutiladi. Yangi til lug'ati tuzguvchilarning eng cho'ng qiyinchiligi yangi tilni ijod qilish emas, balki ijod qilinib bo'lgan so'zlarning ma'no doirasini bekitish va bu yangi tilning mavjudligi sababidan yo'q qilinadigan boshqa so'zlarni bekitib chiqishdir. Misolga ilingan free degan so'zda ko'rganimizdek, aslida aksiyatchil ma'noga ega so'zlar ba'zida qulaylik bo'lishini ko'zlab saqlab qilinadi. Ammo uning talabga loyiq bo'lmagan ma'nolari so'yib tashlanadi. Şan şərəf, adalet, əxlaq, internasionalizm, demokratiya, ilim-fən, din qatarlıq sanaqsız sözlər hazır mövcudluqdan qaldırıldı. Bular bir qancha keng ma'nolik so'zlar bilan ifodalandi. Ammo bu so'zlarning yakka mustaqil ma'nolari keng ma'nolik abstrakt atalg'ularning ostiga akirish orqali yo'qotiladi. Erkinlik, barobarlikni markaz qilgan nurg'un uqumlarni bildiradigan yakka so'zlar. Crime think, jinoyat tafakkurining ma'no doirasi ichiga ilindi. Obyektivlik, aqlchilikni cho'rlaydigan so'zlar bo'lsa, all think, konu tafakkur. Konu tafakkurning ma'no doirasiga akirildi. Ma'noda texmi inchkilik izlash xatarlik edi. Bir partiya a'zosida bo'lishga tegishlik dunyo qarash qadimgi yahudilarninkiga o'xshaydi. Ular boshqa hech nimani bilmaydi. Faqatla o'z millatidan boshqalarning e'tiqod qilayotganining yolg'on ilohlar ekanligini biladi. Ularning Baal, Osiris, Moluk, Ashturas qatorliq ilohlarning ismini bilishining hojati yo'q edi. Balkim ular bu haqda qancha oz bilsa, tutgan yo'li texmi to'g'ridek bilinadi. Ular Yahvoni va uning amrlarini biladi. Shuning bilan ularning nazarida boshqa nomdagi barliq ilohlar saxta iloh hisoblanadi. Xuddi shuningdek, bir partiya a'zosi nimaning to'g'ri ish-harakat ekanligini biladi, ammo nimalarning xato ish-harakat ekanligini to'liq g'uvo biladi.
Мәсәлән, уның jinsiy turmushi faqat yangi tildagi mono ikki so'z bilan qiliblashtırılgan edi. Sex crime, jinsiy jinoyat va good sex, poklik iffat. Sex crime buzuqchilik, zinaxo'rlik, ham jinslik, bulardan boshqa o'zining lazzati uchun qilingan jinsiy munosabat va boshqa normal bo'lmagan barliq jinsiy xato qilmishlarni o'z ichiga oladi. Bularning hammasi o'xshashla o'lim jazosiga uchraydigan bo'lg'ashqa, ularga ayrim nom qo'yish va ayrim atashning hojati yo'q edi. C qatlamidagi so'zlar ilm-fan, texnika atalg'ularini o'z ichiga oladigan bo'lg'ashqa, ba'zida ularning ma'lum nomda atash zarur bo'ladi. Ba'zida bularni ma'lum nomda atash zarur bo'ladi. Ammo normal fuqarolarga nisbatan bularning hammasini bilishning hojati yo'q edi. Ular faqat good sexning nimadan derak berganligini, ya'ni jinsiy munosabatning bola tepish uchunla o'tkazilganligini, ayolda hech qanday hozir bo'lmasligi kerakligini, bulardan boshqasining hammasining jinsiy jinoyat, sex crime hisoblanganligini bilsil bo'ladi. Hisoblanganligini bilsil bo'ladi. Odatda yangi tilda ma'lum aksiyatchi ideya haqida fikr yurgizilsa, fikr uning faqat aksiyatchil ekanligida to'xtab qoladi. Davomli fikr yurgizish mumkin bo'lmaydi. Bu chekdan halqib ketgan so'zlar mavjud bo'lmaydi. Bu qatlamdagi so'zliklarda ideologiyalik nuqtadan qaraganda birmi neytral so'z yo'q deyishga bo'ladi. Buningdagi nurg'un so'zlar yiqishliq anglanish prinsipiga asoslanib yasalgan. Masalan, joy camp, xo'shallik lageri dal aksicha, majburiy emgak lageri, forced labor camp ma'nosida qo'llanildi. Minipax, Ministry of Peace bo'lsa, urush ministrligining Ministry of War nomidan, ya'ni so'z ifodalagan ma'noning dal aksi ijro qilinadi. Yana bir jihatdan ba'zi so'zlarning ma'nosi o'qiyoniyat jamiyatini ochiq masxara qilish, mansitmaslik bilan xotirlangan. Masalan, prolifit, proletarlar yemiki bo'lsa, partiyaning avam uchun ta'minlaydigan intayin sifatsiz axlat ko'ngil echish programmalari va yolg'on xabarlarni ko'rsatadi. Yana ba'zi qo'sh bisliq so'zlar bo'lib, partiyaga ishlatilsa ijobiy ma'noda, dushmanlarga ishlatsa salbiy ma'noda keladi. Yana nurg'un so'zlar bir qarashda qisqartirilma so'zlarda ko'rinadi. Bu so'zlarning ideologiyalik tusi ularning ma'nosidan emas, balki shakldan kelgan. Mumkin bo'lsa, har qanday bir siyosiy ma'noga ega so'z beqatlamaga tava qilinadi. Har qanday biror organ, tashkilot, maslak, davlat, ommaviy binolarning nomlari o'rtaq shaklga ega qilinadi. Ya'ni asli so'z yiltizini saqlab qolish asosida talaffuzni qolaylashtirish ehtiyoji bilan amalba bo'g'imlar eng zo'r darajada azaytiladi. Masalan, Winston Simiz ishlaydigan haqiqat ministrligidagi arxiv boshqarmasining asli nomi Record Department bo'lib, odatda Rektib deb ataladi. Fiction Department roman boshqarmasi bo'lsa, Fiktib. Telegramma boshqarmasi Teleprogrammas Department bo'lsa, Teledip deb ataladi. Boshqalari mushunda qisqartiriladi. Bu faqat vaqt tejash uchunla shundoq yasalgan emas. 20-asrning boshlarida bundoq yasalgan so'z va birikmalar siyosiy tilning muhim bir xususiyati bo'lib qolgan. Bo'libmi, bu xildagi qisqartirilma so'zlarning hokim mutlaqlik davlat va hokim mutlaqlik organlarda ko'p qo'llanishidan iborat bir yuzlanish diqqatga chilqidi. Nazi, agitprop, inprocor, Komintern, Gestapo qatorliq so'zlar dal buning misollaridir. Dastlabda bu xil so'zlar texmi tabiiy ravishda qo'llanilgan. Ammo yangi tilda bular angliq bir maqsad uchun qo'llanildi. So'zlar mushunda qisqartilsa, so'zlar qisqartilmagan chog'dagi ishoriy ma'nolarni yo'q qilib bo'ladi. Shuning bilan ma'no doirasi taraydi va o'zgartiriladi deb qaraladi. Masalan, Kommunist internasionali degan so'z odamga dunyoviy insoniy qarindoshlik, qizil bayroq, ko'cha istiqomlari, Karl Marx, Parij kommunisi qatorliqlarni eslatadi.
Әксіче, Коминтерн деген сөз болса, пақатла пұқта құрылған тәшкілат вә еніқлемесі ұчық мәсләкке далалат қылыды. Бұл асан тәшкілдігілі болыдыған мәқсіті чәклік болған органдак бір немені көстіді. Bu söz xuddi o'rindiq, ustal degan narsalardek 5 qo'ldek ro'shan bo'lib, qat'iy boshqa ma'nosi yo'q. Odamning og'zidan o'ylanmasdan chiqib ketadi. Halbuki kommunist internasional degan so'zni odam og'zidan chiqarganda, uning ma'nosi odamning qalisidan lappida kechadi. O'xshashlar. Minichuy degandek so'zlarning odamning qallisida uyg'otadigan ulanma tasavvurlari. Haqiqat ministerligi Ministry of Truth degan so'z uyg'otadigan ulanma tasavvurlardan bekla oz bo'ladi va buni texim oson kontrol qilib bo'ladi. Yangi tilda so'zlarning quloqqa yiqishliq bo'lishi ma'noning to'g'riligidan ko'p muhim o'rinda turadi. Zarur tepilganda grammatikalik qoidalar doim mushu maqsad uchun qurban qilinadi. To'g'ri, buning sababi bor. Chunki hammadan muhimi siyosiy maqsadlar uchun tezla og'izdan chiqarg'ili bo'ladigan, shuning bilan birga so'zliguchining maqsadi mingsida olayda aks inkosi qo'zg'ab ketmaydigan qisqa bo'g'imliq, ma'nosi aniq so'zlar bakrak so'rur. Bir qatlamadagi so'zlarning shaklining o'xshashligimi ularning keng qo'llanishidagi yana bir muhim omil. Masalan, good think, bellyful, insok, joy camp, sex crime, prolifit, minipax, thinkful va ulardan boshqa yana sanoqsiz so'zlar. 2 yoki 3 bo'g'imdan tuzilgan bo'lib, bu urg'usi birinchi va ikkinchi bo'g'imga barobar chechilib ketgan. Bu so'zlarning ishlatilishi nutqni o'q otgandek tez va tetiqsiz qilib etadi. Maqsad dal mana mushuningdan iborat. Maqsad so'zlashdir. Bo'libmi ideologiya jihatdan neytral bo'lmagan har qanday temada so'zlashdir. Shuning bilan birga so'zlashni amalba angsizlashtirishdir. Şüphesizki kundalik turmush ehtiyoji uchun doim so'zlashdan burun o'ylanish cho'qim zarurdir. Albatta, ba'zida zarur bo'lib qilishmi mumkin. Ammo bir partiya a'zosidan ma'lum bir axloqiy yoki siyosiy hukm chiqarish talab qilinsa, u to'g'ri qarashlarni cho'qim avtomatda o'q otgandek o'ylanmay vatildab so'zlayalishi lozim. Ular mushunda qilishga mashqlantirilgan. Bu til ularni nihoyat oddiy, ammo hammaga qodir qurol va so'z qurilmasi bilan ta'minlagan bo'lib, bu o'zining insokning ruhi bilan birdek bo'lgan qattiq talaffuzi va maqsadlik paydo qilingan yiqimsizligi bilan bu jarayonning davomlashishiga texmi kuchli terak bo'ladi. So'zlarning tanlash doirasini taraytib etishmi dal mushu maqsad uchun xizmat qiladi. Bizning tilimizga solishtirganda yangi tilning so'zliklari kichik, yanami kichiklatish usullari davomli ixtiro qilinyotdi. Yangi tilning so'zlik miqdori bo'lsa, boshqa barliq tillarning dal ta'tirisicha yil sari ozayib menyotdi. Qanchalik azaytqili bo'lsa, shuncha g'albidir. Chunki so'z azaygan sari tafakkur qilishga urinishmi mos holda azaydi. Oxirgi hisobda nutqni mingdan emas, bo'g'izdan chiqarish maqsad qilinadi. Bu maqsad yangi tildagi o'rdakning so'zlashi, dog speak degan so'zda ochiq e'tirof qilingan bo'lib, buning ma'nosi o'rdakdek g'oqildab deganlikdir. Bir qatlamadagi boshqa nurg'un so'zlarga o'xshash dog speak mu qo'sh bisliq so'zdir. Navoda deyilmoqchi bo'lgan qarashlar ortodoks qarashlar bo'lsa, navoda deyilmoqchi bo'lgan qarashlar bo'lsa, maqtashni bildirdi. Times gazetida partiyaning ba'zi natiqlarini dark speaker, double plus good deb sifatlagan bo'lsa, bu mu o'xshashlar madiha maqtashni uqtirdi. C qatlam so'zliklari Mazkur qatlamdagi so'zliklar yuqorqi 2 qatlamdagiga nisbatan to'liqlama o'rinda bo'lib, asosan degudek ilm-fan, texnika atalg'ularini o'z ichiga olgan. Bular biz hozirmi ishlatayotgan ilm-fan terminlariga o'xshaydi. Hamda o'xshash so'z yiltizdan kelgan.
Ammo ular yanıla tor doirada ta'birlangan bo'lib, boshqa yoqtirilmaydigan ma'nolar so'yib tashlangan. Bular boshqa ikki qatlamdagi so'zliklarga o'xshash o'rtaq leksikalik qoidalarga bo'ysunadi. Bu qatlamdagi so'zliklar asosan degudek yo kundalik turmushda yoki siyosiy nutqlarda bak ko'p ishlatilib ketmaydi. Har qanday ilmiy xodim yoki texnik o'ziga lozim so'zliklarni o'zining kasbi uchun maxsus tuzib berilgan so'zlamlardan topalaydi. Ammo boshqa kasbga aloqador so'zliklarni chala pullar biladi. Hamma kasbning so'zlamlariga o'rtaq so'zlar yo'q deyarlik. Ilm fanning mingning va tafakkurning funksiyasi ekanligini bildiradigan hech qanday so'z yo'q. Bu ahvol ilm fanning ushshaq tarmoqlaridami shundoq. Amaliyotda ilm fan degan so'zmi yo'q. Ilm fan o'z ichiga elish ehtimolligi bo'lgan har qanday bir ma'ni, insoq yetarlik o'z ichiga olgandir. Yuqorqi bayonlardan shuni ko'rishga bo'ladiki, yangi tilda ortodoksal emas, ya'ni sodiq emas, fikrlarni ifodalash asosan degudek mumkin emas. Albatta, bu xil fikrlarni to'liq qo'pol yo'sinda ifodalagili bo'ladi. Ammo bularning qarg'ish, haqoratdan farqi bo'lmaydi. Masalan, Xo'ja aka yaxshi emas. Big brother is on good degili bo'ladi. Albatta, bundaq deyish ortodoksal quloqlarga nisbatan ochiq bema'nilik, hargizmi sovuqqon, aqliy muhokamaga bardoshlik berilmaydi. Chunki zarur so'zliklar yo'q. Insonga ziyonli ideyalar, faqat mazkur ideyalarni ifodalaydigan so'zlar yo'q. Holatda ifodalaydigan so'zlar yo'q holatda mavjud bo'lib tura oladi. Shundaqla bu ideyalar yana nihoyat keng ma'nodagi abstrakt terminlar bilan atiladi. Bu terminlar bir qator aksiyatchil ideyalarni to'playdi va tanqid qiladi. Ammo tanqid qilish davomida ularga aniq bir aniqlama bermaydi. Amaliyotda birov g'ayri ortodoksal maqsad uchun faqat yangi tildagi ba'zi so'zlarni qonunsiz holda koni tilga tarjima qilish orqali ondan yangi tilni ishlatalaydi. Masalan, barliq odamlar barobar degan so'z yangi tilda uchrab qoladi. Ammo bu koni tildagi barliq odamlar qizil chochliq degan jumla bilan o'xshashli bir gap. Bu jumlada hech qanday grammatikalik xatolik yo'q. Ammo u to'liq ro'shan bir yolg'onni, ya'ni hamma odamlar eg'irlik, kuch, egiz pakarlikda barobar deganni ifodalagan. Bu jumladagi siyosiy barobarlik degan ma'no yo'q qilingan. Barobarlik deganning bu ikkilamchi majoziy ma'nosi so'zning o'zidan chiqib tashlangan. 1984-yili koni til yanıla normal aloqa vositasi bo'lib turganda, nazariya jihatda mundaq xatar yanıla mavjud bo'lib turadi. Ya'ni kishilar yangi tilni ishlatganda yanıla aslidagi ma'nosini esiga olishi mumkin. Amaliy qo'llanishda bo'lsa, qo'sh tafakkurni obdan mashq qilgan odamlarning buningdan saqlanishi qiyin emas. Balkim ikki avlodga bormayla bundaq masalalarmi qolmasligi mumkin. Faqat yangi til bilanla aloqa qilib cho'ng bo'lgan bir odam, balkim barobarlik degan so'zning siyosiy barobarlik degandek ikkilamchi ma'nosi borligini bilmaydi. Xuddi shaxmat o'qimaydigan bir odam shoh bilan to'pning ikkilamchi ma'nosini bilmagandek. U yana erkin degan so'zning yana fikri erkinlik degandek abstrakt uqumlarni bildiradiganligini bilmaydi. Shuning bilan u nurg'un jinoyat, xatoliklarni sodir qilay debmi sodir qilolmaydi. Chunki ularning nomi yo'q. Shunga tasavvurmi qilolmaydi. Qallisig'imi akilanmaydi. Demak, shuni faraz qilishga bo'ladiki, vaqtning o'tishiga ergishib, yangi tilning o'zgacha oloydligi texmi gavdalanadi. So'zliklari bag'ansiri ozlaydi. Ma'nosi bag'ansiri qatmanlashadi. So'zlarni nomuvofiq maqsadlar uchun ishlatish imkoniyati bag'ansiri torayib ma'di. Koni til to'liq amaldan qolganda, o'tmishga bog'langan eng oxirgi rishta uzildi. Tarix allburun qayta yozilib bo'ldi. Ammo tarixning parcha-purat iznolari hali ham u bu yerlarda mavjud. Navoda kishilar koni tilni ishlatishni qayta o'rganib qolsa, ularni o'qiy oladi, bilalaydi. Kelgusida mushundaq iznalar mavjud degandimi, ularni yashkili tarjima qilib bo'lmaydi.
Navada texnikalik ish yoki kundalik oddiy ish harakatga aloqador bo'lmasa, yoki aslidinla ortodoksal so'zlardan tashkil topgan bo'lmasa, koni tildan biror abzasni yangi tilga tarjima qilish mumkin bo'lmaydi. Bu deganlik 1960-yildan burun yozilgan har qanday asarni butun tarjima qilish mumkin emas deganlikdir. İnqilobdan burunqi yozmalarni faqat ideologiyalik tarjima qilishga bo'ladi. Ya'ni uning til ta'mi, tusi, purqini yo'qitib tarjima qilinadi. Tövəndəki mustaqillik xitobnomasi degan bunu abzasni olaydi. O'zdilla ayon haqiqat shuki, jimi insonlar baravar yaratilgan. Yaratquchi insonlarga tatvoqil bo'lmaydigan yashash, erkinlik, baxt izlash degandek huquqlarni ato qilgan. Mazkur huquqlarga kapolatlik qilish uchun kishilar o'z orasida huquqni xalqning qo'shilishi bilan qo'lga oladigan hukumat tashkil qildi. Navada har qanday bir hukumat mushu maqsadni dafsanda qiladi ekan, bundaq hukumatni o'zgartirish, qoldirib etish yoki yangi hukumat qurish xalqning huquqidir. Mana bu abzasni aslidagi ma'no va ta'mni saqlab qolgan asosda yangi tilga tarjima qilib chiqish asosan mumkin bo'lmaydi. Agar asli ma'nosiga eng yaqin tarjima qilay desa, balkim butun bir abzasni crime think, ya'ni jinoyat tafakkuri degan birli so'z bilan ifodalash mumkin. Uni to'liq tarjima qilish bir ideologiyalik tarjima bo'ladi. Undaqda Jeffersonning bu so'zi bir hokim mutlaqlik hukumatga o'qilgan madiyaga aylantirildi. O'tmishdagi zo'r miqdordagi yozma asar, hujjatlar mana shunday usulda o'zgartirildi. Hammani yo'q qilib etsak, sat turmusun deb ba'zi tarixiy shaxslar haqidagi aslima xotirlar saqlab qolindi. Ammo ularning muvaffaqiyat ish izlari insonning falsafasi bilan birdaklashtirildi. Nurg'un yozuvchilar, masalan, Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens va boshqa yozuvchilarning asarlari tarjima qilinyapti. Bu tarjima xizmati oxirlashgandan keyin o'tmishdan qilib qolgan boshqa yozma hujjatlarga o'xshashlar ularning asli asarlari yo'q qilinadi. Bu to'limi osti mangadigan qiyin bir xizmat. Shuni taxmin qilishga bo'ladiki, buning 21-asrning dastlabidagi 10-20 yil ichida tamom bo'lishi qiyin. Uningdan boshqa texnika qo'llanmalarga o'xshash nurg'un foydalanish xarakterlik asarlarmi o'xshash usulda betaraf qilinadi. Dastlabki tarjima xizmatiga ko'proq vaqt berish yuzidan yangi tilning keng ko'lamda qo'llanish vaqti 2050-yillargacha kechikadi deb mo'ljallanmoqda. Tugadi. Allohga alohida tashakkurlar bo'lsin. 2014-yili 2-oyning 28-kuni juma kuni soat 12. Shanxay 3 birlashma nashriyatining 2009-yili 11-oydagi inglizcha nashridan tarjima qilindi. Shunday qilib, o'qiyotgan kitobimiz butunlay tugadi. Hammanglarga rahmat.